O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasi Saidzod Medical va Yoshlar telekanali taqdim etadi. Inson qadri loyihasining maxsus soni bugun Toshkent shahrining Bektemir tumanida Respublika ixtisoslashtirilgan jarrohlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonasi mutaxassislari bilan birgalikda yurak kasalliklariga chalingan bemorlarni o'rganamiz. Murojaatimni yerga qoldirmasdan mana hammasi holimdan xabar olishib, Xudo xolasa ishlarimni hal qilib berishyapti. Hademay больницаga yotaman. Prezidentimizga rahmat. O'zingizni nima bezovta qiladi sizni? Shu davleniyam oshib ketadi. Tak. Nafas siqadi. Tak. Yaxshi. O, ko'sti emasmi yaxshi. bilan gaplashib, vrach bilan gaplashib, shu masalada kelib sizga yordam beramiz deb a'lon qildik. Anjoninglar sog' Shu asosda- prezidentimiz ham umrlari uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, iloyim. Shunchalik mehribonlik qildilar, ular umrlari uzun bo'lib, yoshlariga yosh qo'shilib yuraversin Parvardigor. Allohga. Haqiqatan ham yaxshi xursand qiladigan narsa biz ham mana shu inson qadri loyihasiga ozgina o'zimizni hissamizni qo'shayotganimizga xursandman. Albatta biza shifokorlar hamisha bizani xalqimiz, aholimiz sog'lom bo'lishini har doim niyat qilib yuramiz, xursand bo'lamiz. Mirobod tumani Baylon millat mahallasida biz hozir birgalashib shularni uyiga o'tib, murojaatlariga asosan ko'rib, masalalarni o'rganib chiqamiz. Yo'llanma olib murojaat qiling. Bizani dispanserimizda o'sha kafolatlangan tibbiy xizmatga kiradigan hamma tekshiruvlar bormi, davolanish turlari, biz sizga qo'ldan kelgancha hammasini yordam beramiz.